Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi shu ko'pchilik kutgan modelimizni tayyorladik. Har kimga aytgandik, bitta shkaf bo'lsin, zo'r bo'lsin deyishdi. 9 formasida qilamiz degandik. Mana o'sha ishimiz bitdi. Ko'pchilik so'ragandi. Baho berasizlar bir qator. Ichida obuh mexanizmimiz bor. Obuh mexanizmimiz aylanadi. Mana xohlasa bu tomondan, xohlasa bu tomondan qo'yib narsalarni qo'ysa bo'ladi. Vakuum bo'ladi. Ular ham petlalarimiz ham vakuum. Sensorga ishlaydi. Yopilganda o'chadi. Endi bu tomoniga bir o'tib ko'ramiz. Bu tomonimizda pantograf baland bo'lsa sizga qulaylik yaratish maqsadida olinadi. Yana keyin qaytarib joyiga chiqarib olsa bo'ladi. Ikkinchi masalamiz bitta bijuteralarimizni joy qilganmiz. Nimalar solsa bo'laveradi. Taqinchoqlar, soat, shu tilla taqinchoqlar bo'lsa, keyin o'sha mexanizmimiz remenlar solinadi. Shimlarimiz g'ijim bo'lmaydi. Xotirjam. Mana ular ham vakuum. Eshiklarimiz yopilganda sensorlarimiz ochadi. Bu yana hammasi emas. Mana yana bitta bunaqa tomoni bor. Oynagini qo'yib berganmiz. Joy egallamaydi ko'p. Yana shunday joyiga kirgizib qo'yilaveradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarga ham chiroyli qilib yasab beramiz.